Hozir o'zi chiqib bo'ldi-da internetga. Besharxi mol o'g'irlanibdi, topilibdi deb nima bo'ldi? Shunga siz izoh berib oling, shtobi yolg'on bo'lib qolmasin. O'g'irlangan yo'q hozir. Sotganman deng-da siz. Sotganman. Sotganman men. Oldi sotganman. Baraka qilganman deng. Shitasiz. Baraka qilganman. Yo'q, baraka qilganman. Baraka qilib pul olganman 16 million. Uni olmayman. Halol narsani harom qilmayman. Bola chaqaga yetgan narsa. 16 million olganmiz. 16 million olganman. Yakshanba kuniga qolganini berishga kelishgan. Bular Balki olib beraman. Molni olib ketaver, olib kelsa boshida kirasi meni bo'ynimda o'zimni bor. Yo'q, bizni hozir bozordan beryapsiz. Nima qilaman sizni bayram? Molni sotaman deb haqqingiz yo'q molni sotishga. Pulni Mol bizniki jonim. Mana Men kamandir 35 millionga olganman, 37 millionga sotdim aka, 2 oy va 1 oy boq. Men ham pulga olganman. Ya qiziq gap gapiryapsiz. O'sha odam tovib kelasiz, hal qilamiz. Mol turibdi. O'lganimiz yo'q, siz ham men ham o'lganimiz yo'q. Egasini tovib kelasiz. Hozir bozordagi boramiz, отделga desangiz ham boramiz, unda borib ko'ramiz, ha. Xo'p, nima deysiz? Xo'p. Masalan, biz sizni olganmiz yo'q. Xo'p, mol bizniki, olganingiz bizgami? Xo'p. Sizdan sizga beraman degan Pulni oling bo'ldi, mol sizga o'tdi. Olib ketaverasiz. Pulimizni oling, mana turib. Ana shu gapingizni hep aytyapti. Undan pulni olaylik, mol sizga o'tdi. Undangacha boshingizni urdi. Mol shita turaveradi mana bozorda. Mol turaveradi mana. Mollar katta mollar haqiqatda. Baqir-chaqir bilan hal bo'ladigan ish emas. Birinchi qo'l sotgan ham shu yerda, ikkinchi qo'l sotgan ham shu yerda, uchinchi qo'l sotgan yo'q. To'rtinchi qo'l olgan shu yerda lekin. Mana shunaqa janjallar o'tiradi mol bozorda ham. Hozir mana butun kanallarda ikkita mol o'g'irlanibdi, besharada topilibdi degan syomka tarqalib ketmasligi uchun mana shu izohni berib qo'yyapmiz. Va'da qilgan kuniga molni bermagan, boshqa odamga sotib yuborgan, ziyoniga bu odam ham olib chiqib mana sotyapti. Xullas, o'rtada 3-qo'lga o'tgan odamdan pulni olish kerak. Mana shu mollar bozorda qoldi bugun mana. To o'sha odam topilmaguncha. Mana shunaqa o'shaning uchun naqdga sotaverish kerak hamma narsani. Nasiya qilib bo'lmaydi. Bozor shaytonning uyi, hech qanaqasiga pirxona emas.